Men yana Enel mahsulotlarini ichishni boshladim. O'zi oldindan yaxshi ko'rib ichganman, mazasi menga rosa yoqadi. Bu safar mix qilib har xil tamligidan zakaz qilib ko'rdim. Bir xil ichgandan ko'ra shunisi zo'r bo'lar ekan. Balishniga nisbatan pochkali osilga yonida olib yurishga juda ham qulay. Bu meni doimiy ovqatim bo'lgani uchun mana pochkali oldim. Men o'zi uchun kokteyl bilan Drain Effect ichibman. Sizlar mana bu shkarkigidan ichib ko'ringlar. Mazasi menga shunaqa yoqadi. Hozir bananligini ichib ko'rmoqchiman. Yaxshi ekan. Eng zo'r tomoni kokteyl ichgan kunimda umuman qornim ochmayapti. Rostdan zo'r to'q tutyapti. Ko'pchilik ozayotganda ovqatlanmasdan immunitetini tushirib yuboradi. Ozayotganda immunitetni ushlab turish juda ham muhim. Enerli kokteyllarining ichida 23 xil vitamin bor. O'shaning uchun sizlarning immunitetinglarni bu mustahkamlab turadi. Kam ovqat yeganingizdan boshingiz aylanib, holsizlanib qolgandan ko'ra kokteyl bilan ozish eng to'g'risi. To'g'ri ovqatlanmoqchi bo'lib, o'zingizga ovqat tayyorlab yeb yuradigan bo'lsangiz, bu parhezni ko'p vaqt tutolmaysiz. Birinchidan qimmatga tushib ketasiz, ikkinchidan juda ham ko'p vaqtingiz ketib qoladi. Ayniqsa menga o'xshab ko'chada ishda ko'p yuradigan bo'lsangiz, kokteyl eng zo'r ekan. Drain effekti men atyoklarimni ketkizish uchun ichaman. O'zi ham ta'siri bittaga bilinadi. Ichishingiz bilan 20 minutda ancha atyoklarni ketkazadi. Kollagenni, beauty blendni, yoshligimni, terimni elastikligini saqlab qolish uchun ichaman. Albatta san'atkor uchun tashqi ko'rinish birinchi o'rinda. O'zi hamma ayol uchun ham shunaqa bo'lsa kerak. Yoshlarish uchun, qarimaslik uchun albatta kollagen ichib yurish kerak. Buni ham ta'mi yaxshi ekan. O'zi ko'p kollagenlar ichish qiyin, hidi yoqimsiz bo'ladi, ta'mi yoqimsiz bo'ladi. Buni hidi ham zo'r, ta'mi ham. Enel doz kollagenlarning har xillari bor. Parashokli, siropli, kapsulali, menga mana shunisining mazasi yoqdi. Bu tugagandan keyin siropligini olib ko'raman. Beauty blendning yana bitta zo'r tarafi insulinni normaga keltiradi. Insulin 8 dan past bo'lsa yaxshi ozasi